Bo'lajak kuyovimdan iltimos qilaman. Turmush o'rtog'ingizni qadriga yeting. Sizga bitta farzand tug'ib beraman degunicha taxminan 2 yil qiynaladi. Homiladorlik davri bor, emiziklik davri bor, kechasi bola uxlamaydi, kasal bo'lsa, masalan, ona qo'shilib kasal bo'ladi. Bolada bitta qorin dam bo'lishligi degan narsa bor-da. Bilasizmi, qanchalik o'sha paytda bola yig'laydi? Tasavvur qilish qiyin-da. Bu bitta farzand uchun taxminan 2 yil qiyinchilik. Agar sizga 2 ta, 3 ta, 4 ta farzand tug'ib bersa-chi, tasavvur qilasizmi? Va bu narsani qiz farzand o'stirayotgan otalarni nomidan iltimos deb qabul qilinglar, hurmatli yigitlar, bo'ydoqlar, uylanmaganlar. Qizlar otalar uchun juda ham qadrli bo'ladi. Biz asrab, avaylab katta qilamizda ularni. Ertaga 2 qo'llab sizlarga beramizda qizlarimizni va ertaga uni ko'zidan yosh oqadigan bo'lsa, bilasizmi, bu qanchalik qiyin. Maktabda uni kimdir xafa qilib qo'ysa, biz qanchalik asabiylashib jahlimiz chiqadi-da, masalan, qizlarimiz uchun. Undan tashqari ota-onangizning xizmati bor, undan tashqari sizning xizmatingiz, bolalarga qarash, uy ish, ro'zg'or ishlari, bir oz uni mehnatlarini qadriga yeting. Agar siz qiz farzand o'stirayotgan bo'lsangiz, hurmatli opa-singillar, aka-ukalar, sizlar bo'lajak kuyovinglarga nima degan bo'lar deylar, yozib qo'yinglar. Balki bu narsani yigitlar o'qir, bo'ydoqlar o'qir, balki bu ularga ta'sir qilar. Kelajakda ayoliga nisbatan yaxshi muomala, munosabatda bo'lar. Balkim sizni qizingizga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishar. Meni ham qizlarim bor. Men o'ylasam, to'g'risi ba'zan qo'rqib ketaman boru. Qanaqa bo'larmikan deyman-da.